har qanaqa deylik sohani o'zini bir boshlang'ich nimadandir boshlab oladigan narsasi bor. Mana psixologiya fani ham nimada yordam beradi deb o'ylayman. Mana odam bu dunyoga keladi, yashaydi. U birinchi o'rinda o'zi bilan o'zi muloqot qilishni bilish kerak va o'sha aytganimizdek, u bitta oilada tug'iladi, qanaqadir bog'chaga chiqadi, maktabga, do'stlari bo'ladi, ishlaydi, keyin turmush qiladi, ijtimoiy munosabatlari bo'ladi. Va bilasizmi, psixologiya fanini yordami mani tushunishim bo'yicha, mani bilishim bo'yicha deylik, o'zi bilan odamni o'zi qanaqadir munosabat qurib olish, o'zini tushunib olishi, bilib olishi, qanaqadir munosabat bo'ladi. O'zim bilan o'zim kelishganman deyish bor, yoki men o'zim bilan o'zim juda ham yaxshi munosabatdaman, yoki kimlardir aytadi hech o'zim bilan chiqisha olmayman degan gaplar bor. Psixologiya fani shunda yordam berishi mumkin va beradi va atrof olam bilan, atrof muhit bilan, o'sha har xil odamlar bilan, har xil ijtimoiy rollarda, har xil guruhlar bilan nima deydi, munosabat qurib ketishga yordam beradigan soha. Mana masalan, bozorga borganimizda bizni sanashni bilishimiz kerak, sonlarni, chunki hisob kitobni bilishimiz kerak. Xuddi shunga o'xshab ham yana qanaqadir sohalarda o'sha yana aniq narsalari bor-da, uni qanaqadir sohani. Xuddi shunga kitob o'qish uchun bizni harflarni bilishimiz kerak, o'qishni bilishimiz kerak. Xuddi shunga o'xshab o'zimiz bilan o'zimizni deylik shakllantirish uchun, o'zimiz ustimizda ishlashimiz uchun ijtimoiy qanaqadir munosabatlarni, har xil ijtimoiy rolda, o'sha kimdir bolasimiz, onasimiz, o'rtog'imiz, turmush o'rtog'imiz, xodimimiz, hamkasbimiz munosabatlarni to'g'irlash uchun ham bilish kerak bo'ladigan qanaqadir ma'lumotlar bor birinchidan. Bu o'sha deylik o'zimizni deylik sifatlarimizni bilish, temperament, xarakter deymiz, yosh davri, jins davri psixologiyalari. Undan tashqari odam ijtimoiy mavjudot, muloqot qiladi, bir-birimiz bilan muloqot qilamiz. Har doim gaplashib, endi muloqotda bo'lamiz, kommunikatsiyada bo'lamiz. O'shaning uchun o'zi muloqot o'zi nima? Uni chunki umumiy so'z bilan aytganda muloqot bu muloqot deyiladi. Yo'q, muloqotda ham turlari bor. Chunki ba'zi vaqt aytadi, "Voy, jim o'tirgandim, nimaga unaqa deb o'yladi" deymiz. Chunki muloqotda ham ikkita turi bor. Verbal va noverbal. Ba'zi vaqt indamay o'tirsangiz ham ko'zimiz o'zi aytib beradi yoki yuzimiz o'zi aytib beradi. Yoki kimdan yuzimizni o'zgartirganimizni o'zida aytib beramiz. Ya'ni bu ham mana bir muloqot.